obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchilar. Soxtan kelgan ukalarimiz boshdan oyoq sarpolar qilib berdik. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni mana bu ukamiz o'tgan ekanlar. Bitta palto bepul sovg'a qo'shib beramiz. Boshdan oyoq kiyingan kuyobalar uchun 7 ta sovg'a qo'shib beramiz. Shu ijtimoiy tarmoqlarda bitta kostyum shim olganga bitta palto bepul, boshdan oyoq kiyinganga 7 ta sovg'a qo'shib beramiz deyapmiz. Shu narsalar ko'rganmidingiz? O'shani ko'rib keldim. Hammasi to'g'ri ekan. Xo'p, boshdan oyoq sarpo qilib berdik. Shu 7 ta sovg'a, bitta palto oldingizmi, yo'qmi? Nima bo'ldi shu? Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib keldim men. Undan jiyanimni olib keldim. 7 ta o'sha aytgan narsalarni hammasini qo'shib berdingiz. Hammasi rost ekan, ishondim. Paltochi. Paltoni shunday bepul berdingiz. Tanlab oldilar-a? Tanlab oldilar. Kelsa bo'ladimi do'stlar? Ha, kelinglar, bular mana rost ekan. Narxlar ham hamyonbop. Eng qizig'i, ikkovlamiz akalari kostyum shim olmayman dedilar, bitta kostyum shim sport klass, Sako firma sport klass kostyum shim kiydirgan edik. Do'stimiz, buni ham bu o'g'ilga ham pulini olib berib yuborasiz dedi. Xursandmisizlar? Xursandmiz. To'g'rimi? To'g'ri aytaman shu. Kelinglar, ishonchli, hamyonbop, o'zingizga yoqqan narsani talab olasizlar. Aldash yo'q. Bitta kostyum shimni men mana bugun bekorga kiyib ketyapman. Menga fotoga qilinglar. Do'stim, kutaman yana. Kelinglar, Qo'qon Mumtoz shundoq kiyos sarpolar do'koni. Obuna bo'lishni unutmang.